Rostakasım, erteladagi qasr xonadonga kelganmiz bugun. 6 sotixli uyimizni har kuni ko'rurmaydigan eksklyuzivniy proyektda bitgan. Binolarimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, umumiy 900 kvadrat. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Real Estate Murod kanalini kuzatib borayotgan obunachilarimiz, aka-ukalarimiz. Bugungi yangi obyektimiz O'rizor Zarafshon mahallasida joylashgan mana shu xonadonimiz. Stilga bitta baho berib qo'ying. Bu tashqari tarafidan ko'rinishi, zo'r tarafi uglovoy qilingan, ya'ni ikki yon taraflama darvozamiz joylashgan. Oldi tarafda ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli yashil maydon archalarimizni ekib qo'yilgan. Ichkariga kiramiz. Bu bizning kiruverish darvozamiz hovlimizga. Qani bismillahirrohmanirrohim. Shundoq kirib keldik. Navesi tagiga ikkita mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. O'zi eshik tagiga ham mashina qo'yish uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan va kirib kelishimiz bilan atmosferaga o'zingiz bitta baho berib qo'ying. Chiroyli yashil maydon qilingan. Bu yoq tarafimizda fontanlarimizgacha joylashgan. Tapchanimiz o'rtada, tapchanimizning yonida ham o'zini shunaqa chiroyli vodopadlarigacha qilib qo'yilgan. O'rtada yashil maydon, etek qismida bitta bir qavatli bizani binoyimiz bor. Bu yerda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bitta zal, bitta oshxonamiz qilingan. Uglovoy dedimi, bu bizani ikkinchi darvozamiz. Ichkari tarafdan mana bu atmosferaga, ya'ni ish qilingan mehnatga bitta baho berib qo'ying. Mana shu joyida videoni like bosib qo'yishni unutmang va men bo'lsa sizga xonadonimizning ichkari tarafdan planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Uyimizga asosiy kiruverish, kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa chiroyli hovlimizni kutib oladi. Dumaloq shaklda joylashgan. Ikkinchi qavatga chiqirish, podvalga chiqirish va birinchi xonamizdan videoni boshlaymiz. Bu bizani oshxona qismimiz. Oshxonamizda bemalol ovqatlanib o'tiradigan joyimiz bor, alohida va bu yon tarafda bo'lsa ovqat tayyorlaydigan joylarimizgacha qilingan. Zo'rda mana shunaqa o'zi oshxonani o'zini ikkita zonaga bo'lib qo'yish uje boshqacha. Realni mana o'zingiz fikringizni yozib qoldiring va uy qurayotganingizda ham shunaqa qilib qo'ying. Ovqatlanib o'tiradigan joy va ovqat tayyorlaydigan joy alohida bo'lsa juda boshqacha bo'ladi. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu bizani mali zalimiz. Divanli burchak qilingan. Bu yerdagi xullas mana shu xonadonimizda ko'rib turgan hamma mebel texnikalar hammasi qoladi. Mana devorlarimizga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Remontlari to'g'ri 2010-yilda qurilgan bo'lsa ham stiliga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli chiqqan. Birinchi qavatimiz uchun bu yerda bizani общий sanuzyul qismimiz joylashgan va bu bo'lsa bizani katta zalimiz. Kichkina zal birinchi ko'rsatgan xonamiz, bu bo'lsa bizani katta zalimiz. Ikkita zal, birinchi qavatda o'zida ikkita zal. Ikkinchi qavatimizdan o'zida bo'lsa yana bitta zalimiz bor. Keyingi xonaga o'tamiz. Birinchi qavatimizdan o'zida bu bitta zal, ikkinchi zalimiz bo'ldi. Oshxonani xonaga hisoblamaymiz. Uchinchi xonamizga o'tamiz. Yo'ligimizdan to'g'rida bu yerda bizani garderobnimiz va keyingi xonamiz bo'lsa bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ya'ni kattalar uchun, yosh kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ikkinchi qavatga chiqib tushishga qiynalishadi, shu sababli birinchi qavatda yotoqxona bo'lishi shart. Ikkinchi qavatga chiqaverishimiz. O'rtada bizani katta mana shunaqa hovlimiz kutib oladi. Bu yoq tarafimizda kichkina zona qilingan, bu yon tarafimizda ham yo'ligimiz bor. Bemalol stol-stul, divanli zona qilib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqdik. Birinchi xonamizdan boshlaymiz. Bu xona o'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va bu yotoqxonamizning ichida o'zini kabinet uchun mo'ljallangan xonamiz ham qilingan. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa katta, bir yoq tarafi mebelni, endi rangi sal so'mliroq deyishingiz mumkin, no bu kabinet deb bu yerga faqat kiriladi, ishlanadi, chiqib ketadi. Yashalmaydigan xona. Misol uchun yashaydigan xona bo'lsa, o'tib-o'tiga qarab turib, bemalol rangini o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Bolalarning xonasi shundoq yonida kabinet, ikkita xonamiz bo'ldi. Endi uchinchi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu bizani bolalarni dars qilishi uchun mo'ljallangan xonamiz, uchinchi xonamiz, ikkinchi qavatimizda. To'rtinchi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu qiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. O'g'il bolalarga alohida, qiz bolalar uchun alohida yotoqxona qilingan. Shunda bizani bu
4-xonamiz bo'ldi. Keyingi xonamizga o'tamiz. O'rtada bu yerda общий sanuzyulimiz joylashgan va shundoq yonida bo'lsa, ikkinchi qavatimizdagi 5-xonamiz va bu xona bo'lsa bizani zal qismimiz ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan. Ya'ni menga ikkita zal kerak deydigan mijozlar mana birinchi qavatda ham xuddi shunaqa zal, ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunaqa zalimiz joylashgan. Eng pastki qavatimiz tushdik. O'rtada xo'l qilingan divanli zona. Shuna tushganimizda bizani chap qo'lda bo'lsa sport zalimiz kutib oladi. Oynalarimiz bor, yorug'lik tushadi, chiroyli ko'rayotganingizdek oynali zona qilib qo'yilgan. Shunda podvalga tushishimiz bilan o'ng qo'limizda kladovaya komnata uchun qilingan joylarimiz bor va bu yon tarafda bo'lsa bizani bassenli zonamizga o'tiladi. Bassenli zona, bassenimizning bu yon tarafda filtri, bu yon tarafimizda bo'lsa saunalarigacha joylashgan. Keyin o'zini bu yon tarafimizda bassenimizning sanuzyullar joylashgan va bu eshigimizdan bo'lsa shundoq bilyardli zonamizga o'tiladi. Bilyardli zonamizda ko'rib turgan narsalar bu nima noodatiy narsa. Mana bu devorlarimizga alohida e'tibor berib qo'yasiz. Travertinni toshidan qilingan ekan bilyardni zonamizning devorlari. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xullas bu yo'lagimizdan ham shundoq keyingi, ya'ni etek qismidagi birinchi qavatimizga podvalga chiqib ketaverish, xullas garderobniylagacha qilingan. Niyat qiling aka, eng kamida sizga ham, bizga ham mana shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Eksklyuzivniy proyektda bitgan xonadonimiz juda chiroyli stilda chiqqan, ya'ni bunaqa uyni siz aniq har kuni sotuvda ko'rurmaysiz. O'zligi uchun qurilgan bu xonadon Lyuboy proverka deyaptilar akamlar. Mana shu qurilgan betonning ustiga 9 etajga uy qurib olsa ham bemalol ko'taradigan qilib, juda baquvvat qilib qurilgan deb aytdilar. Primoy, o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarining telefon raqamlarini yozib qoldiraman, bemalol bizning nomimizdan murojaat qilaverasiz.